Tevrat ustozlardan biri Hazreti İsa'ni sınamoqchi bo'lib, "Ustoz, men qanday qilsam mangulik hayotga erishalayman?" deb so'radi. Tevrat qonunida nima deyilgan? Buni o'zingiz qanday tushundirsiz? deb so'radi Hazreti İsa. Ilk kishi mundaq javob berdi. Parvardigoring bo'lgan Xudoni bütün qalbing, bütün jining, bütün kuching va bütün zehning bilan söygün. Buningdan qolsa, qo'shningni o'zingni söygandek söy. To'g'ri javob berdingiz. Mana shunda qilsangiz, mangu yashaysiz, dedi Hazreti İsa uningga. O kishi o'zining savol so'rashining yo'lliq ekanligini bildirish uchun Hazreti İsa'dan tushundirish talab qilib, "Mening suyishga tegishlik qo'shnilarim kimlar?" deb so'radi. Hazreti İsa mundaq dedi. Bir odam Yerusalimdan Erix shariga kelib yetib, yo'lda qaroqchiga uchrab qopdi. Qaroqchilar uning kiyim-kechaklarini soldirib elib, uni urib, choli o'lik qilib tashlab ketibdi. Uzun o'tmay bir Yahudi ruhoniy shu yo'ldan kelib yetib, elqi odamni ko'rib, pisand qilmay, yo'lning u cheti bilan minib o'tib ketibdi. Shuningdek, markaziy ibodatxonada ishlaydigan Lavi qabilasidan bo'lgan bir xizmatchimi bu yerga kelganda u bechora odamni ko'rib, kori bo'lmay, yo'lning u cheti bilan minib o'tib ketibdi. Lekin Yahudilar yomon ko'radigan Samariyadan kelgan bir kofir bu yerdan o'tib ketib yetib, uni ko'ribla ish og'ritibdi. Va oldiga berib, yog' va sharob bilan jarohatini yuyib, tengib qo'yibdi. Ondan uni o'z eshigiga mindirib, bir saroyga elib berib, u yerda holidan xabar olibdi. Etsi sarayvanga 2 kumush tangi berib, uningga qarab qo'ying. Otiq chiqimi bor bo'lsa, qaytishimni to'layman, debdi. Hazreti İsa yeliq ustozdan, "Sizcha bu 3 odam ichida qaysisi qaroqchilarga yo'liqqan yilqi kishiga qo'shindorchilikni yetkazgan?" deb so'radi. Uningga mehribonlik qilgan yilqi kishi deb javob berdi u. "Undaq bo'lsa, sizmi berib, boshqalarga shundoq qiling", dedi Hazreti İsa uningga. Hazreti İsa shogirdlar bilan birga safarini davomlashtirib, bir yeziga keldi. U yerda Marta ismli bir ayol uni uyiga taklif qildi. Martaning Maryam ismli bir singlisi bor edi. U Hazreti İsa'ning oyiga tarafga o'ltirib, ta'limini anglayotdi. Uydagi ishlarning ko'pligidan paypitak bo'lib yurgan Marta Hazreti İsa'ning oldiga kelib, "Ey Rabbim, singlim Maryam shuncha ko'p ishlarni menga tashlab uni menga yordamlashtirgaysiz", dedi. Biroq Hazreti İsa uningga mundaq javob berdi. "Ey Marta, sen ziyoda ishlarga bosh qotirib, ovora bo'lib yuribsan. Biroq birla muhim ish bor. Maryam shu yaxshi ishni tanlab oldi. Buni hech kim uningdan tortib ola olmaydi."